Ko'pchilik so'raydi, sizda doimo makeup qilsangiz oqib ketmaydi, cho'tki turadi. Nimaga? Chunki men har doim eng yaxshi sostavdagi yuzimni turiga qarab moslab olaman va har doim hammasini o'zini ketma-ketligi bo'yicha ishlataman. Ko'pchilik baza sursa yo ustidan pudra surib oladi yoki SPF surgandan keyin hech qanaqa base surmaydi. Hech qilib kasha qilib ishlatib ketgani uchun yoki hammasini qavat ishlatgani uchun makeup oqib ketadi. Agarda siz makeup qilishni o'zini ketma-ketligini to'g'ri bajarsangiz, sizning makiyajingiz ideal turadi. Misol, men buni nimaga yaxshi ko'raman? Chunki bu любой makeup zo'r o'chirib beradi, остатка qoldirmaydi, ham lechebniy hisoblanadi. Bu yog'li va aralash ko'rjalar uchun mo'ljallangan. Buni juda ham yaxshi ko'raman. И, кстати, men bu base esa вообще sevaman, chunki bu terimizda shunaqa silliq beradi. Bitta ishlatganingizda уже bilasiz effektini. Nerealni zo'r narsa. Bitta ishlatgan odam yana olib ishlatadi. Bu pudrani